Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zigacha mahsulotimizni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mahsulotimiz juda ko'p narsalarni o'ziga oladi. Hozir shularni ko'rsatib o'tib ketaman mana. Choynagingiz ham bemalol tushadi. Choynakni qo'yganingizdan keyin mana qozonchalar, mini qozonchalar ham bemalol o'rnaydi. Keyin mana mont qozon ishlataman desangiz, mont qozoningiz ham bemalol o'rnaydi. Juda zo'r qilingan. Endi mana qozonlar, har xil qozon tushadi bunga mana. 6 litrli deysizmi, 10 litrli deysizmi. Keyin mana tayi tumaloq qozonlar gaz plitaga o'rnamaydi. Buni ham yechimi bor. Shuni qilib ketganmiz mana. Bemalol o'rnaveradi, ko'rdingizmi? Bu ham juda qulay ayollarga. Endi mana yonida buni o'chag'imiz ham bor. Misol hamma payt gaz bo'lmay qolishi mumkin. Gazingiz bo'lmaganda bemalol o'tin bilan osh xohlagan narsangizni qilaverasiz. Mana bunga ham nimalar ketishini hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Har xil qozonlar ketadi mana. 6 litrli qozon tushadi bunga. Keyin 10 litrli qozonimiz tushadi mana. Bemalol o'rnayapti 10 litrli qozonimiz ham. Endi eng kattasiga 16 litrli qozon tushadi mana. Qatta ko'rgansizlar shunaqa mahsulotni. Biz faqat sizlar uchun, shu yengillik qilish uchun qilganmiz bularni. Juda qulay. Hammasi bor. Xohlasangiz gazda ishlatasiz, xohlasangiz o'tinda ishlatasiz. Mana buni qalinligini ham aytib o'tib ketay. Qalinligi 6 li lista bo'lgan, juda qalin. Xudo xohlasa men bu mahsulotimga 10 yilga garantiya beraman. 10 yildan keyin yana 10 yilga yetadi kamida. Mana ichlarini ham olib kelib ko'rsatib keting. O't yoqqaningizda kulli yerga tushmaydi. Pastida kuldoni bor, kuldonaga tushadi mana. Hozir kuldonini ham olib ko'rsataman. Kuldoniga tushadi, halol pok olib borib to'kib kelasiz, hech qattiq iflos qilmaydi. Keyin tutuni ham o'zingizga urmaydi. Dimoxoti bor. Kanne bilan tepaga olib chiqib ketasiz. Halol pok toza turadi ish qilayotgan joyingiz. Keyin o'zgacha o'choqlarimiz ham bor mana buni. Jodugar kampirni uychasi desa ham bo'laveradi mana. Keyin o'choqlarimizni hammasi yuradi mana. Xohlagan joyga bemalol olib ketaverasiz yengillik bilan. Bu o'chog'imizga 3 xil qozon ketadi. Endi mana yerda mana 4 xil qozon ketadigan o'choqlarimiz ham bor. Operator bularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin mana oddiy to'y qozonlarimiz ham bor. Qalin qilib qilingan. Mana yerda mana 100 litrgacha oladigan qozonim o'chog'imiz bor. Bu juda katta narsa bu. Videoda kichkina bo'lib ko'rinishi mumkin. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsatib o'tib keting. Mana eshiklarini ochib ko'rsataman. Juda qulay mahsulot. Mana bu ham tortmasi bor. Tortmasini keyin shashlik ura qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Buni hisobini olib o'tib ketganmiz. Bunga 6 xil qozon ketadi. 100 litrdan 22 litrgacha bo'lgan hamma qozonni o'zida mujassam qilgan, hammasi ketadi. Bunimiz bor, bu Korolovskiy o'choq deyiladi. Bunga ham 6 xil qozon ketadi. Bu faqat bu 50 litrdan oladi. 50 litrdan 16 litrgacha bo'lgan qozonimiz oladi. Hammasi yuradi o'choqlarimiz mana. Keyin bizga yozda hammom pechkalar ham zakaz qilishadi mana. Hammom pechka zakazimiz bordi. Buni ham yasab qo'yganmiz mana. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.